oyisi tushingiz haqiqat. Qizchada. Qizcha. Девочка xonimsida. Barmoqchalarini qarang. Suvingiz yaxshi. Qizalog'imiz faqat judala charchabdi. Kechasi bilan dars qilganda endi bu to'g'ri tushunasizlar endi. Hech o'zini ko'rsataman deyapti, charchab ketgan faqat. Oyisi bilan birga imtihonlarga tayyorlanganmi? Ey studentlar, bola uchun bo'lsa ham ozgina uxlash kerak lekin. Jag'larini qarang. Hech uyqudan turolmayapti deb. Qancha turtmaylik, qancha yo'talmasin oyisi hech uyqudan uyg'ona olmayapti. Mayli, asosiysi biz sog'lom ekanmiz, хорошо? Faqat ozgina tonusingiz bor. Shuning uchun bir haftalardan keyin yana bitta ko'rib qo'yamiz. Ladmi, bolajonni? Tepaga qarab yoting endi.